Ko'pchilik suv filtr deydi. Suv filtr o'zi nima? Hozir buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hurmatli akalar, ko'rib turganinglar, 3 tali filtr hisoblanadi, 3 bosqichli filtr. Xo'p, buni vazifasi nimaligini hozir sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Birinchi filtrimiz paxta filtr hisoblanadi. Suvida kelayotgan zang, qum, tosh, shunga o'xshagan narsalarni ushlab beradi. Aslida shu birinchi pozitsiyasi. Xo'p, ikkinchi filtrimiz UDF hisoblanadi. Xo'p, suvda kelayotgan xlor ham keyin suvni ta'mini sal yaxshilab beradi. Uchinchi filtrimiz suvni yumshatib beradi. Ichayotganda ta'mi seziladi, ancha farqi bilinadi. Xo'p, ko'pchilik savol beradi, buni qanchagacha alishtiriladi deb. Asosiy bular 2-3 oy, uzog'i bilan 3 oyda alishtirish kerak ichiligini. Ma'mula o'zi bilinadi, qorayib, zanglab qoladi. Bizda bu filtrimizning 3 xil varianti bor. Bittali, ikkitali, uchtali. Hamma o'zini xohishiga qarab, uydagi suvning holatiga qarab bemalol xarid qilaveradi, o'ziga kerakligini. Keyin uni ichidagi kartrijni alishtirish uchun bizda alohida kartrijlar ham bor. Bu filtr kartrijlarni Vadamen do'konimizdan bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Optima donaga chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bizning manzil O'rizor, Strogold 2-bo'lim 35-do'kon. Biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.